Ana qadrdonlar jigarlarim 2026-yil 29-iyun. Havoni qaranglar, tabiat chiroyliligini. Suvlarni qaranglar, shoboda. Tabiat shunaqa chiroyli bo'lyapti. Uzungo'l, Trabzon. Uzungo'lda hamma kelib rasmga tushib. Juda chiroyli. Allohga shukr. Lekin tabiati juda ham chiroyli ekan. Aylanib tomosha qilib odam bir maza qiladi. Kechroq ozgina salqinroq bo'pti, lekin kunduz kuni juda zo'r yuradigan shoboda, suv. Maza qilib aylanib yuribmiz. Lekin tabiat haqiqatda chiroyli ekan. Bebaho. Lepota deydi-yu. Xuddi shunaqa bor haqiqatda. Tabiatiga kasal bo'ldim. Abi tut kuşlarını alıyor. أهلا وسهلا. Aylangani ham odamlar ko'p kelishar ekan damogani. O'zi haqiqatda dam oladigan zo'r joy ekan. O'zi ham chiroyli. Tabiati juda chiroyli. Aylanib mutlaka hozir muzikalar qo'yib. Aydan balonni ham chiroyli ishlab qo'yishibdi.